Chelak shahri markazida 22 ming AQSh dollariga 3 xonali dom bor desam ishonasizmi? Unda ushbu videoni oxirigacha ko'ramiz. Yangi bozorda joylashgan 5 etajli domlarimizda 3-qavatida uyimiz sotuvga qo'yildi. Azizlar, har bir podyezdimizda 4 ta xonadondan iborat. Sizlar bilan birgalikda bugun sotuvga uyimizni obzor qilib ko'rsatib ketamiz. Ushbu ko'rib turgan domimizning umumiy maydoni 60 kvadratdan iborat hamda 3 ta xonadan tashkil topgan. Oshxona bilan hisoblaganda bo'lsa 4 ta xonadan iborat. Eshikdan kirganimizda o'ng qo'limizda oshxona hamda bolalar yotoqxonasidan iborat. Oshxonamiz barchasi zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Xolodilnik, gaz plita hamda kir yuvish mashinalargacha hammasi qoladi. Hamda oshxonadan chiqqanimizdan keyin dushovый kabina bizni kutib oladi. Hamda bizning ikkinchi xonamiz yotoqxona bo'ladi. Bu ham barchasi yevro remontlar qilingan, pardadan torib to mebelgacha polni jihozlangan. Va oxirgi xonamiz bu mehmonxona bo'ladi. Ko'rib turganingizdek zamonaviy remontlar qilingan, televizor, konditsioner hamda mebellar bilan to'liq jihozlangan. Ushbu ko'rib turgan barcha jihozlar ushbu domimizda suvdan, gazidan, eng muhimi dokumentlardan mutlaqo muammo yo'q. Ushbu domimiz 22 ming dollarga sotiladi. Yo'q, kreditini davom ettirmayman desangiz 37 ming AQSh dollarga sotiladi. Uyni egalari borib domni kreditini yopib beradi. Maza qilib uyda yashashingiz mumkin. Agarda kreditini davom ettiraman degan taqdiringizda ham hozirda ushbu kunda bor yo'g'i 3 million 100 ming so'mdan tushyapti ekan oyma-oyga. Menimcha qulay imkoniyat. Borgan sari yil o'tgan sayi bu summa kamayib ketaveradi. Ya'ni 3 million 200, 3 million 1900 bo'lib ketadi.